Ba'zilarga o'xshab, hali yana ko'p suvlarga idish bo'lishni xohlab, ustini ochiq qoldirsa bo'lardi. Lekin u bunday qilmadi. Idish suvga shu darajada mehr qo'ydiki, to'kilib ketmasligi uchun hamma choralarni ko'rdi. Suv idishning ichida ekan, uni toshli joyga qo'yasizmi, chanqagan o'tlar orasiga qo'yasizmi, suv ichida bo'ladimi, farqi yo'q. Doim himoyada edi. Uni ushlab turgan bu idishni himoya emas, to'siq deb bildi va undan chiqmoqchi bo'ldi. Lekin chiqish yo'li mehr bilan mahkam bekitib tashlanganligi uchun faqatgina bitta yo'l bor edi xolos. Va u maqsadiga erishdi. Lekin bu yo'lda idishni parcha-parcha qildi. Endi bu sho'rlikni o'z holiga qaytarish imkonsiz. Zoti past, loyiha suvi taqdir